Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilarim, vatandoshlarim, dindoshlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar, bormisizlar va qo'shni davlatlarda meni videolarimni kuzatayotgan barcha qardoshlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar, dindoshlar. Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Musofir yurtda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz hamisha salomat bo'linglar. O'ylagan har bir yaxshi niyatlaringizni Alloh o'zi erishtirsin. Aziz obunachilarim, dindoshlarim, barcha boshlagan yaxshi ishlaringizni Alloh bardavomli qilsin. Hamisha salomat bo'linglar. Vatanlarimiz hamisha tinch bo'lsin va butun dunyo musulmon ahli salomat bo'lsin. Alloh o'zi qo'llasin. Aziz obunachilarim, menga assalomu alaykum deb yozayotganlar, barchalaringizga va alaykum assalom. Kommentariyada fikrlarini bildirayotganlar, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamisha salomat bo'linglar. Tinchlik, xotirjamlik, oson ishtalik bo'lsin hamisha xonadoningizda. Kasallarimizga Alloh o'zi shifo bersin. Hech ham dard chekmaylik. Hamisha Alloh panohida bo'laylik. Aziz obunachilarim, dindoshlarim, bu joyda joylashtirgan falastinlik, G'azodagi yosh bolalar, bularni ko'pchilik aytishlaringiz mumkin. Bularni ko'p ko'ramiz, bular eski videolar. Prosta bularga qarab gohida odam qiynalib ketar ekan. Bu bolachalar ham yashashga haqqi bor. Lekin nima qilamiz? Mana bunday qilib sionistlar harakat qilib, kuchlari faqat yosh bolalarga yetadi, ayollarga yetadi. Doktorlarni o'ldirishadi. Biz esa kadr ostida bu telefonda, internet orqali bularni ko'rib, Allohga duo qilamiz. Alloh o'zi qo'llasin. Bu sionistlarga inson zoti bas kelolmaydi. Bu yosh bolalarni qo'ymas edim. Bularni bir qarang, murg'akkina. Devordan aka singil burchakdan chiroyli ko'zlaridan qarayapti. Va o'sha yo'lda yotgan qizaloqchani qarang, uyg'otyapti. Qo'lini quchoqlab yana uflagisi kelyapti. Qonni och. Men ayolimga turmush o'rtog'im ayolimga har bularni ko'rganimda savol beraman ayolimga. Agar imkon bo'lganda bulardan nechta boqib olardik deb ayolimga savol bersam, ayolim aytadiki, xonamizda o'zimizga yotgani joy qolmaguncha olardik dedi. 40 tami, 50 tami, nechta bersa shuncha olardik dedi. Ayolimga aytaman, shunchani olsak qana iflolamiz desa, ayolim ko'zida yoshu ozgina kulib gapiradi. Ularning rizqini Alloh beradi. Hammamiz rizqimizni Alloh beradi. Juda ko'p internetda oqtaradi ayolim. Hech bo'lmasa 2 ta olsa ham olamiz deydi. 2 tami, 10 tami, nechta bersa olamiz deydi. İnternetlarda qaraydi, xatlarda beradi bunaqa yosh bolalarni. Falastin, G'azodagi bolalarni deydi.
Bu aslida Falastinlik G'azodek bolachalarni Isroilda sionistlar qo'yib yubormaydi. Qo'yib yuborsa ham bir umrga nogiron qilib qo'yib yuboradi. Ularni ustidan hamma ishlarni o'tkazishadi, pedofillik qilishadi, ular ustidan dorilarni o'tkazishadi, keyinchalik tug'ish ko'paymaslik, shunaqa hamma narsani o'tkazishadi Falastin G'azodeklarni, yosh bolalar ustidan. Bularni agar bular darvozani ochsa falastinliklarni, butun dunyo talashib oladi bularni. Lekin bu sionistlar Allohning la'natiga uchraganlar. Shunday odamni g'azablarini chiqaradi, bir ko'rib g'azablanib ketasiz. U quvorigingiz kelib ketadi, bu quvorigingiz kelib ketadi. Allohdan faqat sabr so'raysiz o'zingizga. Qilmoqchi bo'ldim buni videoni. Shu videoni ham qilgim keldi. Hurmatli obunachilarim, vatandoshlarim, dindoshlarim, Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Hech qaysi farzand ota-onasiz qolmasin. Hech qaysi ota-ona, musulmon ota-ona farzand dog'ini ko'rmasin. Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Hamisha salomat bo'linglar. O'ylagan har bir yaxshi niyatlaringizga Alloh o'zi erishtirsin. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum.